Assalomu alaykum. Mana aka, birinchi qo'l pushkalar aka, 5 kilovatliklari bor, 7,5 kilovatligi bor. Mana nasoslar ham bor. Mana bu yozgi konditsioner, suv bilan ishlaydigan. Mana bunaqa. Mana bu tepasidan suv ochiladi, suv solinadi, yaxtay tomoni qo'shiladi. Aqlli nasoslarimiz ham bor. Mana pushkalar mana bunaqalari bor, 5 kilovatli. Mana bunaqa, lekin mana bunaqa. Mana 5 kilovatligi. Mana shunaqa pechkalarimiz bor, pushka isituvchi. Mana shunaqa pushkalarimiz ham bor. Mana bunaqalarimiz bor. 3 kilovatli. Mana bunaqalarimiz bor. Mana 3 kilovatli. Qancha kerak bo'lsa, optim narxda ham beramiz. Mana suv nasoslarimiz bor. Bu sklatimiz. Do'konimiz bor, Ariqbuloqda. Grelefa deb yozuvi bor. Mana bunaqa Grelefa deb yozilgan. Baland tepasida mana bunaqa nasoslar bor. Aqlli nasos bor. Mana bunaqa ventilyatorlari bor. Hamma narsamiz bor. Suv nasos, motor, ventilyator, pushka. Mana bunaqa ventilyatorlarimiz kelgan. Yaxshisi nasos. Mana bunaqa kuxnyalarga, mana bu katta oshxonalarga, mana bu zavodlarga ham ishlatsa bo'ladigan ventilyatorlar kelgan. Mana bunaqa motorlarimiz bor. Mana bunaqa ventilyator, nasos, hammasidan bor. Mana shu konditsioner deganim. Aytib o'taman, mana bunaqa pushkalarimiz bor. Mana stroykalarga mana bunaqa pushkani pechkalarimiz bor. Mana shunaqa nasoslarimiz bor. Telefon nomeri aytib o'taman, 95lik 261 0073 raqami. Telefon qilsalaringiz, Toshkent shaharida ichida bo'lsa, dastavkalarimiz ham bor. Bepul.